Assalomu alaykum hurmatli futbol ishqibozlari. Assalomu alaykum Manchester United. Ashaddiy muxlislari, bugun sizlar bilan, ya'ni O'zbekiston bo'ylab sayohat, yangi do'stlar, yangi davramizni kengroq hozir ochib beryapmiz. Murodjonni sizlar taniysizlar. Murodjon Manchester United, ya'ni Marg'ilon shahridan Vodiydan ishtirok etyaptilar. Bu kishini ko'rgansizlar. Ana yangi ishtirokchi Qashqadaryodan futbol bilan batafsil ko'proq tushunadigan yigitimiz hozir ishtirok etyapti podkastimizda. Jasurbek, marhamat, Qashqadaryo viloyatidan. Xush kelibsizlar yigitlar. Yo'ldi aka. Assalomu Assalomu alaykum. alaykum. Va alaykum assalom deymiz. Hurmatli futbol ishqibozlari, bugun sizlar bilan va do'stlarimiz bilan albatta ikkita mavzuni yoritishga harakat qilamiz. Birinchidan Manchester City ustidan yutgan g'alabamiz juda nima desa bo'ladi, yuqori ruhda, chiroyli mazmunli o'yin ko'rsatdi. Manchester United City ustidan g'alaba qozondi va xudo xolasa yakshanba kuni bizda yana undan ham kattaroq o'yin kutmoqda, ya'ni Gunners bilan, Arsenal bilan aynan Londonda, Angliyani poytaxtida xudo xolasa o'ynaymiz. O'yindan oldin ko'p narsani biz yigitlar bilan gaplashamiz, suhbatlashamiz, fikr ulashamiz. Sizlardan bitta kichkinagina iltimos, bu yigitlarimiz uchun like va bu videoni boshqa kanallarga tarqatishga yordam berasizlar deb umiddaman. Biz boshlaymiz. Sergi bolalari. Dunyo futbolida biz iborat. Sergi bolalari. Dunyo futbolida Ana endi yigitlar, aytganimdek Manchester City bilan o'tgan shanba kuni biz uchrashuvdik. Undan oldin efirga Murodjon bilan chiqqanimizda ikkalamiz ham qandaydir ishonch bilan ichimizda tuyg'ular, bu narsa nima deydi? Intuitsiya, g'alaba qozonadi Manchester United degan xulosaga keldik. Ana shu narsa bo'ldi. Ana endi Arsenal bilan nima bo'lishini keyin sal peredachani oxirida, men hozir esa Jasurbek yangi bo'lgan, efirda yangi kishi bo'lgani uchun bu kishidan birinchi xulosalarni so'ramoqchiman. Manchester City bilan o'yin bo'lganda siz uchun o'yin qanday kezdi? Siz nima his qildingiz? Nima oldingiz o'zingiz uchun? Qani marhamat. Assalomu alaykum avvalambor. Bu Manchester jamoasini City'ning ustidan g'alabasi bu juda zo'r g'alaba bo'ldi. Ham bu qandaydir ramziy ma'nosi bor edi. Kerrikda o'zimizda legendamiz bo'lgan Kerrikda jamoaga kelgandan keyin birinchi uchrashuvda bu so'nggi yillardagi Angliyani va butun dunyoni eng yaxshi jamoalardan bo'lgan Manchester City ustidan g'alaba qozonish bu katta natija bo'ldi. Buni ko'pchilik kutmagan ham bo'lsa kerak, United muxlislari ham ko'pchilik kutmagan bo'lsa kerak buni. Lekin bu juda zo'r g'alaba bo'ldi. Va uchrashuvda Kerrikda shaxsan imzosi sezildi. Chunki masalan oxirgi 1,5 yil ichida Amorim qo'l ostida jamoani o'ynab kelgan stilidan, tizimidan boshqacha uslubda o'ynaganimiz yaqqol ko'zga tashlandi. Bu sxemada ham ko'zga tashlandi, maydondagi harakatlarda ham, o'yinchilarni joylashtirishda ham, hamma narsada ko'zga tashlandi. Bu Kerrikda imzosi bo'lganligi. Bunga yaqqol misol yagona 9lik hujumchimiz bo'lgan Sheshkoni maydonga tushirmasdan turib Mubimodan foydalangani, Manchester City'ni jamoasiga qarab, o'yin uslubiga qarab moslashtirib Mubimodan foydalangani buni. Keyin yana bu to'rttalik himoyachiga o'tib foydalangani. Masalan, Dorguni o'zi asli pozitsiyasi lateral qilib olib kelingan, lekin asosiy himoyachida Dorgu. Himoyaga ko'proq ixtisoslashtirilgan o'yinchi edi. Uni chap qanot hujumchisi vazifasiga qo'yilishi bu juda katta yangilik bo'ldi va murabbiy qaysidir ma'noda o'yinchilarni ochib berdi deya olamizda.
o'yinchilar harakatini, ularni mahoratini, e, ularni ustun taraflarini qaysidir ma'noda ochib berdi murabbiy deb ayta olamiz. Va eski Manchester Unitedni qarshi hujum stili, uslubi bilindi. Jamoamiz so'nggi 1,5 yilgi mavsumdagidan ko'ra, oldingi murabbiyimiz Amorim qo'l ostidagidan ko'ra ancha tezroq, shiddatliroq, boshqacha ruh bilan o'ynayotgani bilinib turardi City bilan o'yinda. Bitta savol, Jasurbek. Manchester United kuchli edimi yoki City haqiqatdan ham hozir inqiroz davriga uchragani bo'ldimi asosiy sabab yutganimiz uchun? Manchester Unitedni birinchi navbatda kuchli o'ynaganini e'tirof etish mumkin. E'tirof etamiz. Chunki o'yin o'zgargani aniq. Bu bitta o'yin bo'lsa ham, lekin biz bunaqa o'yinni vaqtinchalik murabbiy Fletcher qo'l ostida ham ko'rgandik-da. Burnley bilan o'yinda ko'rgandik. Xuddi shunaqa o'yinni, tezkor o'yinni ko'rgandik. Natija durang bo'lgan bo'lsa ham, lekin xuddi shunday o'yinchilarni ishtiyoqini ko'rdik o'sha o'yinda ham. Keyin buni baribir City'ni ham muammolarini e'tirof etmasak bo'lmaydi bu yerda. Chunki City'ni himoyasi asosan hozir juda nima deydi, ahvoli og'irroq desak ham bo'ladi. Chunki birinchi navbatda lekin Unitedni o'zgarganini qo'yaman men. Chunki bu o'yinda bilinib turadi-da. Bilinib turdi o'yinda. O'yinchilarning ishtiyoqi ham bilindi, murabbiyning chizgilari ham bilindi, o'yin uslub o'zgarib turib, o'yinchilarni boshqacharoq nima deydi, uslubda ham zo'r o'ynay olishini biz ko'rdik-da. Shu bilan birinchi navbatda Unitedni kuchaygani bilan bog'layman men. Endi baribir ikkinchi navbatda City'ni himoyasidagi zaifligi yo qaysidir ma'noda inqirozini ham e'tirof etish mumkin. Lekin bu ikkinchi daraja baribir. Tushunarli. Ayni bizni o'yinimiz, ya'ni o'sha City'ga qarshi bo'lgan trenerni to'g'ri instruksiyalari foyda keltirdi, to'g'rimi? Shunday, albatta. Murodjon, sizdan eshitsak, Michael Carrick o'sha qisqa muddatli davrda hozir mana City'ni o'yinini hozir inovatga olgan holda aynan nimani o'zgartirdi siz uchun, sizning fikringiz bo'yicha? Avvalambor assalomu alaykum muxlislarimizga, Manchester United ashaddiy muxlislariga. To'g'risini aytaman, Michael Carrickdan bunchalik oqilona yo'l tutishini, aqlli taktika qo'llashini hech kim kutmagan edi. Bunisiga Manchester City bunchalik zaif jamoa ham bas edi-da. Olib qarasangiz, Manchester Cityda resurslar yetarli bo'lgan, asosiy o'yinchilari ham ko'p bo'lgan. Menga bitta narsa qiziq bo'ldiki, Patrick Dorgu'ni yuqoriroqqa ko'tarib o'ynatgani bo'ldi. Men hech kim xayoliga kelmagan uslublarda nima qildi. Hamma o'zini nimasida, pozitsiyasida o'ynadi, maza qilib o'ynadi. Hammasi bosim bo'lmadi, bir-birini qo'llab-quvvatlashdi, yordam berib nima qilishdi. Xullas jamoalar bilan murabbiylar, muxlislar birlashib Manchester derbisida ajoyib, fantastik g'alaba, xuddi o'sha Sir Alex Ferguson davridagi Manchester Unitedni eslatishdi. O'sha Manchester o'zini denkasida o'ynadi. Ajoyib, mana o'zlaring ko'rdilar. O'yin zo'r bo'ldi. Menga shu Patrick Dorgu'ni ajoyib pozitsiyaga qo'yib o'ynatganiga, Bruno'ni o'zini haqiqiy o'ynaydigan joyiga nima qildi, uni ortidan Kobe Mayno'ni nima qilgani bo'ldi. Xullas, respekt. Rahmat. Jasurbek, yana sizga qaytsak, mana ikkita murabbiy, yaqinda ketgan Amorim va Carrick. Bittasi deyarli 1 yildan oshiq faoliyat yuritib,
biroz qiynaldi. To'g'ri, jamoani shu top 5likka yaqin atrofda ushlab olib keldi. Lekin u qila olmagan narsani birdaniga ikkinchi murabbiy qila olyapti. Vaqtinchalik murabbiy bo'lsa ham. Bularni ikkalovida qanaqa asosiy farqni muxlislarga ko'rsatib bera olasiz? Endi ikkala murabbiy orasidagi farqimiz men umumiy murabbiyning ishi borasida fikr bildirmoqchiman. Dastlab bir jamoaga kelayotgan murabbiyning vazifasi o'sha jamoani oldiga qo'ygan maqsadlari sari yetaklash. Ayrim jamoada bu chempionlik bo'lishi mumkin, ayrim o'rta minor jamoalarda shu o'rta pog'onalarni ushlab turish bo'lishi mumkin va ayrim jamoalarda ligada qolish masalasi qo'yiladi oldiga. Zadacha beriladi, shunday qo'yiladi. Endi bu murabbiylarning uslubi yoki boshqa bir qanaqadir tizim yo'lga qo'yishlari bu faqatgina maqsadga olib boradigan yo'l. Uni har bir murabbiyni o'zi tanlaydi va buni o'zgartirib, ayrim murabbiylarda buni umuman juda ko'p xillarini, ko'p uslublarni qo'llashini ko'rishimiz mumkin. Ayrim murabbiylar Amorimga o'xshab va shunaqa ayrim toifa murabbiylarga o'xshab bir xil uslubni qo'llaydi. Lekin o'zi jamoaga kelayotgan murabbiy o'sha birinchi navbatda o'zini uslubini kirgizish emas, shu natija qilish uchun bor o'yinchilardan nimadir qila olish kerak. Bor o'yinchilar bilan natija qila olish kerak. Uslub kirgizish masalan ikkinchi darajali ish. Hamma murabbiy ham o'zini uslubiga moslaydi, lekin boshida masalan bir uslubni yo'lga qo'yib ko'radi, harakat qiladi murabbiylar. O'xshasa, o'xshab ketadi shu yo'lda. Lekin o'xshamay qolsa, murabbiyning vazifasi boshqacharoq yo'llar bilan bo'lsa ham jamoani o'sha mavqeyidan tushirib yubormaslik, o'rinlardan tushirib yubormaslik bo'ladi. Lekin Amorim buni nima deydi? Jamoani uslubini o'zgartirib ko'rishdan ko'ra Amorim shu bitta uslubini yo'lga qo'yib olishni asosiy planda ko'rdi-da. Shuning uchun bu hamma bilardi. Bu Amorimni kirgizgan uslubiga Unitedda o'yinchilari moslashmaganini, bu uslubda umuman deyarli o'ynamagan o'yinchilarligini hamma bilardi. Va buni natijalar ham ko'rsatib bordi-da. G'alabamiz foizlari juda kamligi, undan keyin bir xil Amorim uslubiga tushayotgan o'yinchilar juda o'zi kam edi jamoada. O'shalardan faqat shulardan foydalanib ketishga to'g'ri keldi Amorim. Chunki boshqa o'yinchining o'zi yo'q edi Amorimda. Lekin hozirgi murabbiylar shu birinchidan o'yin uslubi shu o'yinchilarga mos. Unitedda o'yinchilari hozirgi o'ynayotgan uslubiga mosroq o'yinchilar. Shu sababdan bu murabbiyga tezda moslashib ketadi. Chunki har doim o'ynayotgan o'yinni o'ynayapti. Hozir aynan bu Fletcher qo'l ostida ham xuddi shunday edi va ikkita o'yindan keyin mana bu Kerik qo'l ostida ham City bilan xuddi shunday bo'ldi. Endi bu Amorimda uch himoyachilik tizimi juda og'ir tizim edi, og'ir futbol, og'ir uslub. Buni hamma o'yinchilar ham o'ynay olmaydi. Unga oldindan o'ynayurgan, yo bo'lmasa bir akademiyada shu o'yinni o'ynab shunga tayyorlanib chiqqan o'yinchi bo'lish kerak. Undan tashqari jismonan juda baquvvat o'yinchilar bo'lish kerak. Chunki maydonda juda ko'p harakatni talab qiladi bu o'yin. United o'yinchilari bunga bardosh bera olmadi va o'ynamagani sezilib turdi. Va uslub o'zgargandan keyin birdaniga o'yinchilarning ham potensiallari ko'rinib, natijalari baribir yaxshi tomonga qarab o'zgaryapti. Natijasi endi bitta ikkita chempionatda o'ynagan bo'lsak, bitta Fletcher qo'l ostida o'ynadik. Necha bo'ldi? Bitta g'alaba qozondik. Bu endi buni natija deya olmaymiz, lekin faqatgina buni o'yinda o'zgarganini, o'yinchilarning ishtiyoqidan, o'sha o'yinga bo'lgan munosabatlaridan bilishimiz mumkin faqat.
Lekin hali biz to'liq baho bera olmaymiz. Masalan, Kerik mana shunday olib ketdi yo jamoani 100% o'zgartirdi deya olmaymiz. Biz faqat nimani ko'rdik? Uslub o'zgarsa, o'yinchilarga qulayroq uslubga o'tsak, bu o'yinchilarimizni qo'lidan ko'p ish kelishini biz ko'rdik. Va bunga amin bo'ldik-da biz. O'yinchilar o'shani ko'rsatib bera oldi. Juda ko'pchilik muxlislar tomonidan bu juda ko'pchilik muxlislar tomonidan bu Amorim qo'l ostida 1 oy, 2 oy oldin mana shu jamoani bitta yo ikkita o'yinchisi unday e'tirof etilardi, maqtasa arzirdi. Qolgan hech qaysi o'yinchi Manchester darajasiga tortmaydi, Manchesterda ketish kerak degan gaplar yangrardi, lekin biz ko'ryapmizki, yo'q, uslub o'zgarsa, deyarli hamma o'yinchi torta oladi. Qanaqadir potensiali bor hammasini. Biz shuni ko'ryapmiz. Endi hali juda kam bo'ldi o'yinlar. Bu biz yilning oxirida, mavsum tugagandan keyin bu savolga aniq javob berishimiz mumkin. Mana murabbiy o'zgarib bizga yaxshi bo'ldimi yo yaxshi bo'lmadimi? Lekin men o'zim shaxsiy fikrim yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Chunki buni o'yinchilarning ishtiyoqidan, o'yin uslub o'zgargandan, o'sha uslubga mos bo'lib, o'yinchilarimizni o'ynashidan, maydondagi harakatidan ko'rishimiz mumkin buni. To'g'ri, men shu qo'shilaman. Marhamat, birocha siz davom ettiravering. Agar qo'shimcha narsangiz bo'lsa, yangi birorta narsa aytmoqchi bo'lsangiz bemalol. Marhamat. Endi o'z bilib turibsiz, Amorimda praval holatga kelishiga o'zi aybdor bo'ladi. Men uchun Amorimda o'zi aybdor. Chunki boshida kelib asosiy o'yinchimiz o'sha Marcus Rashford shu kerakli Kobe Maynolar bilan konfliktga borgani bo'ldi. Keyingisi o'sha buni uslubini oddiy shu 4-diviziondagi jamoa murabbiyi ochiqdan ochiq biladigan uslubida. U Manchester Unitedga to'g'ri kelmas edi o'zi. 3-4-3. Bu uslubda mana qolgan muxlislar ham biladi, Sulsher paytida buni ishlatib ko'rgan, bo'lmagan, o'xshamagan. Shuning uchun buni qaysarligi, konfliktga borligi, o'sha bitta nimada turib olib, o'sha narsani bolalarga targ'ib qilaman deganligi sababli keyin jamoa o'rtada ikkiga bo'linish bo'lib qoldi. Muxlislarni orasida ham shunaqa bo'lib qoldi. O'sha aytaman, misol mana haqiqiy bo'ladigan murabbiy misol bitta o'yinda ko'rsatib qo'yadi. Masalan, Michael Kerik mana o'zlar ham bilyapsizlar, Amorimda ana holatda Fletcherni qo'liga o'tdi. Fletcherni qo'lida jamoa bitta durang o'ynadi, kubok o'yinida mag'lubiyatga uchradi. Xuddi o'sha o'yinchilar Manchester City'da 90 minut deyarli o'yin bermadi. Har tomonlama Manchester United ustun bo'ldi. Chunki jamoa Manchester City'dan ortda qolmadi. To'g'ri, Abduqodir Husanov bo'lmaganda jamoa undan ham yirikroq hisobda bo'lardi. Agar Husanovni o'zi bo'lgan taqdirda ham hakamlar ofsayd dedi. Endi tasavvur qiling, bitta o'yinda 3 ta ofsayd, endi bu aqlga sig'maydigan narsa-da. Bundan tashqari mana Bernardo Silva Bruno Fernandeshga qo'pol ishlatdi. Mana buni roliklarda ham ko'rsatishdi. Hakamlar bunga e'tibor qaratilgan yo'q, boshqa bo'lgan yo'q. Shuning uchun mana o'sha yomon o'yinchilar Kerikda qana o'ynayapti. 3 ta murabbiyda jamoa 3 xil o'ynayapti. Shuning uchun haqiqiy oqilona murabbiy bo'lsa, bu o'yinchilardan yaxshi foydalanadi. Masalan, bitta akamiz aytardilar, Ahmadullo akam, men aytardilar, Jasurbekni o'zi ham ko'p aytganlar. Kobe Mayno'da oqilona, aqlli murabbiy o'ynatsa, foydalansa. Buni funksiyalari ko'p.
to'pni ham o'zida yaxshi ushlaydi, jamoaga foydasi tegadi. Mana shu Kobe Maynoda Rubin Amorim o'ynatmadi. Zaxiraga o'tirg'izib qo'ydi. Mana Michael Carrick buni Manchester derbisida tashladi. O'zlaring ko'rib turibsizlar qanaqa natija bo'ldi. To'g'ri. Endi bunaqada men nima deb o'ylayman, har xil o'yinchi ayrim murabbiylarda o'zini erkinroq tutishi mumkin. Boshqa murabbiylarda balkim o'zini sal tortib, yaxshi nima deydi, natijalarni ko'rsatmasdan yuradi deb o'ylayman. Lekin to'g'ri, mana Jasurbek aytdilar, har bir o'yinchini xususiyatlarini, qobiliyatlarini bilgan holda o'sha ayni maydonda o'zi nima ko'rsata olishini bilib, o'sha pozitsiyani aniqlash kerak bo'ladi, o'sha yoqqa joylashtirish kerak degan xulosaga men ham kelaman va murabbiy ko'proq moslashuvchan murabbiy bo'lishi kerak. Ayni APLda, chunki APLda bilasizlar, bu dunyoda eng elitar qanaqadir musobaqani turi, eng zo'r o'yinchilar shu yerda, eng zo'r murabbiylar shu yerda, uslublar har xil. Bitta uslubni qo'llab, Amorim bilamanki katta xato qilgani haqida o'ziga xulosalarni chiqargan. Bu degani, bugun sen Pep bilan o'ynasang, bu bitta sxemada o'ynashing kerak bo'ladi. Ertaga masalan boshqa trener bo'lsa, Slot bilan gollandcha qarshi qanaqadir o'yin qilish kerak bo'ladi. Nemetskiy stil, gollandskiy, fransuzskiy deydimi, har xil uslubdagi stillarga qarshi chiqish kerak. Bu oddiy nimasi bo'ladi, bu evolyutsiya deydi. Evolyutsiya bosqichda rivojlanish bo'lmadi, yigitlar. Lekin yomon murabbiy deb uni hisoblamayman. Bu hayotidagi birinchi katta dars bo'ldi. Ertaga rivojlanishga agar to'g'ri bulardan xulosa chiqarsa, albatta bu yigit katta muvaffaqiyatlarga erishishi mumkin. Bu yigitga ayni qaysi chempionatda to'g'ri keladi bo'layman, balkim Italiya chempionati unga eng zo'r, eng mos keladigan chempionatdir. Chunki u yerda haqiqatan hammani himoya, 5 ta защитник, 3-5 himoyachilardan iborat futbolni tatbiq etishadi. O'shaning uchun u yerda o'zini yaxshi ko'rsatadi deb o'ylayman. Endi yigitlar, yangi bugun 1 soat oldin bo'ldi, Michael Carrick intervyu, o'yindan oldin, Arsenaldan oldin intervyuni aytdiki, men haqiqatan ham Maynoni qanaqaligini bilaman. Men bu bolachani 13-14 yoshdan beri taniyman. Uni nimaga qodirligini ham bilaman. O'shaning uchun uni joyi ko'pincha shu markazda bilganini his qilganim uchun, tushunganim uchun o'sha yerda o'ynatdim u yigitni, deyapti. Va haqiqatan ham nima Murodjon aka, Jasurbek aytganda, o'tgan o'yinda, ya'ni City bilan o'zini juda yaxshi ko'rsatdi. Yana bitta jihat shundaki, ko'pchiligi hozir Dorguni tanqid ostiga olib borardi. Amorim paytida juda ko'pchilik shu bolachani yomon ko'rishardi. Ammo mana hattoki Carrick davrida ham ko'ryapsizlar, asosiy tarkibda joy oldi, chap qanotda o'ynadi. Bu degani mana shu bola haqida ozgina ko'proq gap ochsak. Nima uchun ayni Dorgu? Nimaga o'yin boshida masalan Kunyani qo'ymasdan, bir necha o'yinlarda har xil murabbiylar ayni Dorguga ishonch bildirishyapti? Nima uchun? Jasurbek? Bu Dorguni tanlangani Kunya nisbatan sekinroq. Carrick o'yinda, aynan City bilan o'yinda Dorguni nima deydi, tezligidan, keyin boyagi shiddat, pressing kabi jismoniy kuchini birinchi o'ringa qo'ydi va nisbatan sekinroq, aqlliroq o'ynayotgan Kunyadan ko'ra o'sha chap qanotda bu Semenyo bilan bog'liq bo'lishi ham mumkin. Chunki Semenyoni ham bilamiz, juda fizически baquvvat o'yinchi va Cityning o'ng qanotda tushardi. O'z-o'zidan o'sha Semenyo uchun qo'yilgan bo'lishi ham mumkin Dorgu. Endi oddiy qilib aytganda,
Karik aqlli o'yinchidan ko'ra u zonada shiddatli o'yinchini tanladi. Pressingga borayotgan, o'sha qanotda boshdan oxirigacha yugurib berishga fizikasi yetayotgan o'yinchini tanladi. Chunki City'ning o'yinchilari juda mahoratli. Baribir hozir himoyada yo boshqa joyda nima deydi, sal krizis bo'layotgan bilan, lekin baribir hujum chizig'i maqtayotgan darajada City'ni. Hozir ham ko'p. Shunday. O'yinchilar ko'p, shuning uchun Dorgunta men uchun ham yangilik bo'ldi bu. Nima deydi, men o'zim ham kutganim yo'q. Bunaqa Kunyani o'rniga tushirishini kutganim yo'q. Lekin shovda tushishini kutgandim. Dorgu orqaroqda qo'yilsa, Zashtaya qo'yilsa, sal proval bo'lardi-da. Himoyaga, javobgar zonaga qo'ymasdi. Lekin buni oldinga chiqarib qanot hujumchisi qilib o'ynatishi bu men uchun ham yangilik bo'ldi va juda zo'r qarorligi o'zini oqladi ham. Bosim hech qanaqa bosim tushmaydi, bo'ynida nima deydi, vazifasi yo'q. Himoyaga qaytarish kerak bo'lgan bosim yo'q unga. U oldinroq o'ynadi va u erkinroq o'zining tezligidan, kuchidan, keyin o'sha pressingga bordi, boshqa harakatlarida o'zini potensialni ochib berdi o'sha zonada. Va juda aqlli qaror bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Bu natija o'z-o'zidan hamma narsani isboti. Natija orqali natija yaxshi bo'ldimi, demak, hamma ish yaxshi va joyida kechdi. Bu joyda bitta ikkita mayda xatolar ham o'yinda baribir xato qildi. Manchester o'yinchilari ham xato qildi, lekin natija yaxshi bo'lgan o'yinda ular ko'zga ko'rinmaydi. Va o'z-o'zidan kelasi o'yinda to'g'ri bo'lib ketayotgan narsalar bular. Va mana shu qaror o'zini oqladi. Dorgu qarori. Ya'ni o'sha Karik to'g'ri his qildi, momentni to'g'ri his qildi, to'g'ri qaror qildi o'yinchini qo'yib. 100% Karikni intuitsiyasi bu. Chunki u zonada, o'sha zonani o'zini o'yinchisi, Premier Ligada kerak bo'lsa o'zini vesiga ega bo'lgan o'yinchi edi. Mana bu Kunya. O'tgan mavsum Wolverhamptonda o'ynaganda ham 15 ta gol urgan. O'sha pozitsiyada o'ynab, o'sha pozitsiyada APLni eng zo'rlardan biri bo'lgan o'yinchini tushirmay, uni pozitsiyasiga Dorguni tushirib, Dorgudan foydalanishi bu 100% murabbiyning intuitsiyasi, murabbiyning topqirligi. Buni bu ochkoni bemalol murabbiyga 100% yozib qo'yish mumkin. Yaxshi. Ana yana ikkinchi surpriz haqida endi Murodjon akadan so'rayman. Nima uchun ayni City bilan o'yinda Sheshko'ya emas, Bemoni oldingi chiziqqa qo'yib qo'ygandi Karik? Nima sababdan deb o'ylaysiz? Yaqinda bir xabar eshitdim o'zi. Bruno Fernandes o'zi aytibdi-ku, Bryan Mbeumo menga ko'proq pas berib nima qilardi, ba'zi bir paslari yaxshi chiqmaydi, nima qilmasdan. Bruno Fernandes aytgan ekan, "Sen hujumda o'ynar, gollar urar, men o'zim senga chiroyli qilib paslar chiqarib beraman." Yaqinda boshqa klublar ham, boshqa jamoalar ham shu Brunoning paslarini, Bryan Mbeumo'ni gollarini ko'radi degan bir maqolani eshitib qoldim. Endi to'g'risiga surpriz bu boshqacha bo'ldi, chunki Bryan Mbeumo'ni hamma yaxshi biladi. Bu qanaqa iqtidorligini, qanaqa pozitsiyada turib gollar urishini hamma biladi. Hatto Amad Diallo bilan Bryan Mbeumo'ga joy topib berganiga men qoyil qoldim. Chunki Patrik Dorguni men adashmasam, meni fikrim bo'yicha Amad Dialloga sal yaqinroq, Amad Dialloga o'xshaganroq o'yinchi bo'lganligi uchunmikin, o'sha tezligi deyarli o'sha Diallolarnikidaqa
bo'lganligi uchun unga bergan bo'lsa, chap tomonda bu tomonga o'sha Amad Dialloni qo'ydi. Brayan Mbeumo'ni o'sha hujumda yaxshi o'ynashini bilganligi uchun hujumda bunga bergan bo'lsa kerak. Ya'ni bugun press konferensiyada bunday deb aytdi, Karik, ya'ni Bemo Bruno bilan yaxshi munosabatda, o'zini bir-birini yaxshi tushungani uchun va zonalarni, bo'sh zonalarni to'ldirgani uchun Bemoni qo'ydim deydi. Sheshko ayni himoyachilarni orqa tarafdan, ya'ni ular bilan bitta chiziqda turib, kerakli paytda rivok qilib, ya'ni himoya chizig'iga kirib ketadigan, darvozabonni yoniga kirib ketadigan xususiyati bo'lgani uchun, Zirkzi esa o'sha markaz bilan hujumni bog'lab bera oladigan qobiliyatlarni aytib o'tdi. O'shaning uchun u xursand. Menda 3 xil, har xil turdagi hujumchi bor dedi. 3 ta har xil uslubda o'ynab bera oladigan hujumchi bor dedi. Uni har xil o'yinda kerakli raqib bilan ishlatsa bo'ladi. O'sha moslashtirib. Buni ham nima deydi? Bu Karikni adaptivligi haqida haqiqatan ham isbotidir. Ana endi yigitlar, biz ekrandan uzoqlashmaymiz. Endi galni biz muxlislarga beramiz. Sizlar nima deb o'ylayapsizlar? Nima uchun Cityni kim yutdi? Karik Cityni yutdimi? Manchester United o'yinchilari yutdimi? Yoki City o'zi o'sha paytda zaif bo'lgan uchun Manchester Unitedga yutqazdi? Biz esa ikkinchi bosqichga, podkastning ikkinchi turiga o'tamiz. Ya'ni Arsenal haqida hozir gaplashamiz. Ekranda qolamiz yigitlar. Rahmat. Ana endi yigitlar, boya aytgandek biz davom ettiramiz. O'tgan shanba kuni biz Cityni yutdik. Ana endi yangi raqib, undan ham jiddiyroq raqib desa bo'ladi. Hozirgi paytda chempionlikka asosiy da'vogar bo'lib turgan London Arsenal haqida gaplashamiz. Bu o'yin Karik uchun City'dagi o'yin tasodifmi yoki qonuniy yondashuvmi yoki g'alaba sari ikkinchi qadami bo'ladimi deb hamma yo'qligini hozir aniqlaymiz. Jasurbek, sizga so'z. Bu o'yindan nimani kutyapsiz? Arsenal bilan o'yinda. Arsenal bilan o'yinda biz hozirgi kundagi Angliya Premyer Ligasini uchun, chempionligi uchun asosiy da'vogar bo'lgan jamoaga qarshi o'ynaymiz. Bundan tashqari Arsenal Liga Chempionatda ham 7 ta o'yindan 7 ta g'alaba qozongan klub. To'g'ri. Liga Chempionatda ham birinchi o'rinda ketayotgan klub hisoblanadi. Bu ham ularning maydonida Emiratesda bo'lib o'tadi. Bu aytib o'tganingizdek, haqiqatan ham Manchester United yaxshi formaga qaytdimi yangi murabbiy bilan? Boshqa bosqichga ko'tarildimi? Yoki bo'lmasa Cityni inqirozi hisobiga bu g'alaba bo'ldimi? Yoki bo'lmasa bana murabbiyning effekti haqiqatan ham shunchalik jamoaga ta'sir qildimi, yo'qmi? Shuni bilib olishimiz mumkin Arsenal bilan o'yinda. Endi taxminlar bildirish biroz qiyinroq. Lekin mana bu City bilan o'yinda, keyin Burnley bilan o'yinda ham jamoa juda yaxshi harakat qildi. Men o'ylayman, bemalol yutsa bo'ladi. Chunki bu Unitedda ham o'zi bitta Unitedda emas, grand jamoalarda o'zida shunaqa bir o'yinchilarida endi bu odat deymizmi? Shunaqa narsa borki, yaxshi jamoalar bilan o'yinchilar o'z-o'zidan yaxshi harakat qila boshlaydi. Buni qanday tushuntirishimiz mumkin? Buni oddiy, jaydariroq qilib tushuntirsak, masalan, oddiyroq o'zidan past bo'lgan klublarni bilan o'ynaganda, ularning o'yinchisiga qaralayotgan o'shalar bilan bo'lgan yondashuv bilan grand klublarning o'yinchisi, mana pozitsiyasida to'qnash kelayotgan o'yinchilariga qilayotgan o'shalarga bo'lgan munosabat boshqacha.
Tak. O'yinchilarda ham baribir har birida men bor va nima deydi, o'zbekcha qilib aytganda men sendan kammi degan tuyg'u bo'ladi. Baribir bu hammada bo'layotgan narsa. Shu sababdan grand jamoalar bilan o'yinda o'yinchilarning o'zini effekti ham oshib ketadi. Oddiy jamoalarga o'zini qo'yib yuborib, sal spokojniroq o'ynasa, grand jamoalarga qarshi unaqa qilmaydi. Chunki o'z-o'zidan kurashni ushlab olish degan narsa bo'ladi. Bu har bir o'yinchida, har bir insonda bor bo'lgan narsa. Shuning uchun mana bu Cityga ham shu balkim yordam bergandir. Ana o'shalarni ham ko'rib olishimiz mumkin-da. Chunki Byornli bilan ham xuddi shunday sostavda o'ynadik. Boshqacharoq nima deydi, boshqacha sostav tushgan bilan xuddi shu o'yinchilar o'ynadi unda ham. Lekin Byornli bilan biz durang natija qayd etdik. Lekin Cityni o'yinchilar bosib tashlashdi. 3 ta golimiz offside deyamiz, lekin o'shanga chiqib borishchi, o'shani vaziyat yaratishchi. O'shanga ham 5 sm, 4 sm demasa, ular ham chista gol hisoblanadi. O'sha vaziyatlarga chiqish bor. O'shanga berilayotgan paslar bor shu vaziyat uchun. Bekordan bekor u vaziyatlar yaratilgan yo'q. Shuning uchun Arsenal bilan juda zo'r paytda to'g'ri kelyapmiz hozir. Cityni yutgandan keyin o'yinchilarning ham o'ziga bo'lgan ishonchi ortib ketgan. Bundan keyin mana bu murabbiyni ham, endi murabbiyimiz hozir ko'p ishlarni amalga oshiryapti. O'zidan akademiyaning o'yinlariga borishi buni. Bu o'zimizda legendamiz, o'zimizda Unitedda o'ynagani uchun nima deydi? Bevosita tanish desak ham bo'ladi. Akademiya bilan keyin bog'liqligi ko'proq nisbatan. Shuning uchun buni qilayotgan ishlardan ham biz bilishimiz mumkin. Kerakda ham baribir niyati borki, ichishida Unitedda qolish baribir. U biladi, rahbariyatning qarori boshqa murabbiy olib kelish. Lekin baribir kim xohlamaydi Unitedda jamoada qolishni. Bu oddiyroq jamoa bo'lganda ham Luboy murabbiyning ichida shu narsa bo'lishi mumkin, lekin bu United bo'lgandan keyin o'z-o'zidan. Bu harakatlar bekorga emas. Men buni aytayotganim, Kerrik ham bu borada qo'lidan kelgan ishni qiladi. Menimcha o'zini potensialdan yuqoriroq bo'lgan nimadir ishlarni qilib bo'lsa ham Arsenalga qarshilik ko'rsatadi. Men birinchi, ikkinchi jamoa bo'lib o'ynash haqida gapirayotganim yo'q, u vaziyatdan kelib chiqib murabbiyni tanlovi. Lekin natija borasida menimcha biz Arsenal bilan yaxshi bahslashamiz. Endi vaziyatdan kelib chiqib, masalan, yirik hisob yo boshqa, uni muxlislik jihatdan aytishimiz mumkin. Baribir jamoamizda kattaroq hisobda g'alaba qozonishni xohlaymiz, baribir. Hech bo'lmasa g'alaba. Lekin bunday agar Realni olib qarasak, eng kuchli jamoa bilan o'sha jamoani uyida o'ynayapmiz-da. Bizga qiyinroq bo'ladi, lekin men o'ylayman, kurash taklif etamiz Arsenalga. Endi natija borasida biz kerak natijani qo'l kiritishimiz mumkin. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Tak. Ya'ni siz ijobiy natija bilan tugaydi deb o'ylaysiz. Ijobiy bo'lish kerak. O'yinchilarning potensialdan kelib chiqib shunday deb o'ylayman men. Yaxshi. Va buni biz isbotini ham ko'rdik-da, qaysidir ma'noda isbotini ham ko'ryapmiz. Bu bekordan bekor aytilayotgan fikr emas. Men boya efirni ulashdan oldin, sizni kutishdan oldin Murodjon bilan bu masala bo'yicha gap ochdik. Murodjon, shuni yana qaytadan iltimos muxlislar uchun yana eshittiring, marhamat. Joni aka, Manchester United muxlislari bu Arsenaldan, Citydan qo'rqmaslik kerak. Bu qo'rquvlar u Amorinda davrida qolib ketdi endi. To'g'risini aytaman, bu Arsenal bilan bemalol o'ynasa bo'ladigan nima. Chunki bizning o'yinchilar o'sha isbotlab ham qo'ydi. Birinchidan shu narsa shuki, Manchester derbisini
Mikel Arteta ko'rdi. O'sha mana hozir intervyusida ham aytib o'tibdi. Manchester derbisini men ko'rdim. Hamma jamoani ham o'zini slabiy tomonlari bo'ladi deyapti. Endi bu narsani ko'rgandan keyin Manchester United bilan hazillashib bo'lmasligini, haligi himoyaga e'tibor qaratishini, o'sha narsalarga e'tibor qaratishini bildiradi. Bu narsa Michael Carrickga imminni kerak narsa bo'ladi. Chunki Carrick o'sha narsaga Artetani yo'naltirmoqda. Lekin Artetani eng kuchli tomonidan Michael Carrick zarba berishni boshlaydi. Aka, men to'g'risini aytaman, aka, o'sha efir tashqarisida siz bilan aytdim-ku, Manchester United xudo xolasa yirik hisobda g'alaba qozonadi. Agar Manchester United Arsenalni yirik hisobda yutsa, bu yil chempion bo'ladi. Agar durang o'ynasa, yutqizadigan bo'lsa, Manchester United kuchli 3talikda qoladi. Endi kim qana baho berar ekan? Ayting, o'sha muxlislarimiz, Manchester United muxlislari o'zini fikrini qoldirib ketsin. Kimni taxmini to'g'ri chiqar ekan? Hurmatli muxlislar, eshitdinglar, sizlarga challenge. Konkretno sizlarga challenge. Murod aka aytgan narsalarni qabul qilasizlarmi? Yutsa aniq chempion bo'ladi, yutqazsa 3likda joy oladi. Shunga rozi bo'lsanglar. Itoning yoradi, Manchester United yoradi. Hozir ham misol ko'p boshqa gruppalarda, misol Amorimni ketganidan afsuslangan insonlar uchun Michael Carrick yana bitta bomba spotini qilib beradi. Chunki hozirgacha men eshitib turaman, Amorimni ketganidan afsuslanib, Amorim bekor olishdi, kerakli resurslarni qilib bermadi, shans bermadi. Amorimga yana qana shans berish kerak, ayting. Xohlagan o'yinchisini ketkizib yubordi, xohlagan sharoitini qilib berishdi. Traval bo'lishiga qaramasdan tek qo'yib berishdi. Keragidan ortiq bo'ldi. Murabbiy eplanmagandan keyin mana Michael Carrick isbotlab qo'ydi. To'g'ri, hozir aytishlari mumkin. Bitta o'yin ishtarsani hal qilmaydi. Yo'q. Haqiqiy muxlis jamoasiga ishonish kerak. Men o'shancha aytyapman. Agar Manchester United yirik hisobda g'alaba qozonsa, bu yil chempion bo'ladi. Agar yutqizsa, durang o'ynasa, kuchli 3talikka ketadi. Muxlislardan kutib qolamiz. Bosinglar yigitlar, men aytyapman-ku, bemalol. Yozavering, kommentariylar mana shu yerda bor-ku, yorib tashlaylik. Nimada bo'lasanglar? Hamma fikrlarni hurmat qilamiz. Faqatgina yigitlar so'kinish so'zlar yozmanglar, haqorat narsalarni yozmanglar, filtrdan o'tadi, aytib qo'ying. Kerak narsalarni o'sha yerda podkastda tagida ko'rasizlar. Agar ko'rmasanglar, uzr, qoidalarni buzgan bo'lasizlar. Mayli, rahmat. Tushundim, Murodjon, Jasur, sizlarni tushundim. Nimadan shu o'yinda nimadan hayiqish kerak? Nima deb o'ylaysizlar? Jasurbek. Menimcha o'zini kuchiga ishongan jamoa hech narsadan qo'rqmay o'ynaveradi. Tak. Arsenal kuchli jamoa, lekin baribir buni hisobga olishimiz kerak. Arsenalda kuchli, har taraflama kuchli Arsenal hozir. O'yinchilar borasidami yoki o'yin borasidami? Nimasi? O'yin borasida, o'yin borasida. Tak. Endi o'yinchilar borasida juda unchalik birga birda men Arsenalni kuchli deya olmayman, bittaga bittada. Lekin o'yin borasida, ularning hamjihatligi borasida va o'sha bir xil uslubga tushib olib, ancha yillardan beri o'sha uslub bo'yicha o'ynayotgani borasida ular o'yin jihatdan kuchli Arsenal. Lekin har bir jamoani ham o'ziga tegishli yutuq tomonlari bo'ladi, kamchiliklari bo'ladi.
Ideal jamoani o'zi yo'q. Ideal o'yinchini ham o'zi yo'q. Murabbiylar shtabi o'shani topa olsa va o'shanga qarshi o'yin qilsa, bemalol yutish mumkin. Любой jamoani masalan xatosidan foydalanib, kamchiliklardan foydalanib yutishi mumkin. Va United ham bu yerda juda outsider bo'lib o'ynamaydi. Outsider deb qaramaydi o'zini. Bu bitta o'yinchida ham men Unitedni hozirgi Arsenaldan bittaga bitta solishtirishda ustun ko'raman. Hattoki Amorim davrida ham biz Arsenalni o'zimizni poliyamizda juda yaxshi qiynaganmiz, esinglarda bo'lsa. Shunday bu birinchi davrayda bu biz eng yaxshi o'yinlarimizdan birini Amorim qo'l ostida eng yaxshi o'yinlardan birini ko'rsatganmiz o'shanda. Endi unda ko'pchilik tarafdan, shaxsan o'zim tarafdan ham aytilgan bir fikr, Arsenal natija uchun o'ynagan o'sha o'yinda. Biz ko'proq hujum qilganmiz, ko'proq vaziyat yaratganmiz. Arsenal kerak bo'lsa jarima maydonchasiga qamab qo'yganmiz. Lekin bu yerda Arsenalda ham gol urib olgandan keyin ham birinchi davrani bo'lganini ham e'tiborga olish kerak-da. Birinchi tur kimdan nima kutishni bilish qiyin. O'yinchilar ham hali mavsumga tayyorligi bor, tayyor bo'lmagan joylari bor, fizik holatlari bor. Buning uchun 100% potensialda turmaydi o'yinchilar. Shuning uchun balki Arsenal natija uchun o'ynagan o'sha yerda. Endi 50% hech bo'lmasa natija uchun o'ynagan Arsenal ham. Lekin bu o'yinda Arsenal unaqa o'ynamaydi. Bu o'yinda aniq Arsenal oldinga tashlanishga harakat qilar, men o'ylayman. City bilan bo'lgan o'yindaqa qarshi hujumlarimiz Arsenalga ham bemalol o'tadi deb o'ylayman men. To'g'ri, ularning himoyachilari kuchli, City'nikida emas. Lekin biz City'ga gol vaziyatni hisobga olsak 5 ta o'tkazdik. 3 ta mayli apsay bo'lgandir, 5 ta o'tkazdik. Lekin o'shanday bemalol Arsenalga ham o'tadi. Baribir mukammal jamoa bo'lib turgani bilan hozir Arsenal baribir topish mumkin. Har bir o'yin alohida yondashiladi-da. Biz Arsenal 5 ta o'yin, 10 ta o'yin yo bo'lmasa shu paytgacha nechta o'yin bo'lsa shuncha yutdi. Bu o'yinda ham aniq yutadi deb qara olmaymiz. Boshqa Luboy komandani ham 5 ta padrek yutqazdi bu komanda. Mana bu 6-o'yinda ham yutqazadi deb qara olmaymiz. Chunki unaqa narsani o'zi yo'q futbolda. Har bir o'yin alohida. Bitta o'yin boshqa o'yinga o'xshamaydi demoqchisiz-da? Shunday, juda to'g'ri. Bu har bir o'yinga alohida qarashimiz kerak. Bemalol. Masalan, biz buni misolini Wolverhamptonda ko'rishimiz mumkin. Wolverhamptonga biz ochko berib qo'ygan o'yinimizda Wolverhamptonning 2 ochkosi bor edi. Birinchi davrada to'liq 18 ta turda, 19 ta past turda 2 ochkosi bor edi. Uniteddan ochko olgandan keyin jamoa g'alabaga qarab ketdi. O'sha o'yinda. Bu shuning uchun har bir o'yinga alohida yondashiladi va natijani oldingi o'yinlarga qarab taxmin qilib bo'lmaydi. Aniq aytib bo'lmaydi. Qanaqadir taxminlar, farazlar, solishtirishlar bo'lishi mumkin, lekin buni 100% mana shu o'yinda ustunlik qiladi yo bo'lmasa mana shu o'yinda aniq g'alaba qozonadi degan narsani ayta olmaymiz. Har bir o'yin alohida o'yin. Bu jamoalar qanday o'yin ko'rsatishdan qat'iy nazar, lekin aniq jang bo'ladi. United hozir Yevropani Liga Chempionatda ham birinchi o'rinda ketayotgan. Premier Ligada ham katta farq bilan birinchi o'rinda ketayotgan Arsenalga qarshi Arsenalda poliyasida o'ynaydi. Juda katta sinov kutib turibdi, lekin men o'yinchilarimizga ishonaman, bu qo'ldan keladi o'yinchilarimizni va potensiali yetadi. Xuddi City'ga o'xshab biz yaxshi o'yin uslubi bilan o'ynasak Arsenalga qarshi bemalol g'alabani qo'lga kirita olamiz. Rahmat. Murodjon, eng asosiy haqiqat degan shu o'yinda nimadan qo'rqish kerak?
Va eng asosiy hayiqadigan narsam bu Arsenalda darvozaboni bo'ladi. Kim edi U ularda? ko'proq Arsenalda David darvozaboni Rayami? hayiqaman. Hmm. Chunki u ko'proq seyflar qilib qo'yishi mumkin. Ko'proq jamoasini qutqarib qolishi mumkin. O'shandan hayiqaman. Hmm. Keyin bizni o'yinchilarimizni hozir aytyapmanu, Maykl Kerikni birinchi o'tgan o'yin safar podkastimizda ham aytib o'tganman. Bizni jamoamizga birinchi o'rinda ruhiyat. Ruhiy tomonlama ustunlik yaxshi bo'lsa, Mhm. jamoada qolgan narsa o'yin davomida kelaveradi. Masalan, Manchester derbisida ruhiy tomonlama ham, har tomonlama biz ustun bo'ldik. Bu narsa Arsenalda ham davom etadi. Men o'ylaymanki, Arsenalda ham o'zini poliyasida ushlab turadi Manchester United. O'zinikiga kamroq yaqinlashtiradi. Ko'proq o'sha Arsenalni o'zini maydonida hushyor bo'lib o'ynashga majbur qiladi. Mhm. Chunki keyin men o'ylashimcha ko'proq to'psiz harakat qilsa kerak Manchester United. Bizda endi bilasiz, to'psiz o'ynashga yaxshiroq o'yinchilarimiz bor. Masalan, Mount bor. Mount ham to'psiz yaxshi o'ynaydi. To'psiz o'ynaydigan jamoa o'z bilan kuchliroq bo'ladi, xavfliroq bo'ladi. To'psiz harakat qiladigan. Xudo xolasa aka, o'sha gap Arsenalni davleniyasini oshiramiz, diqqatini oshiramiz. O'zini uyida yaxshigina parokanda qilib kelamiz. Men esa bu o'yinda nafaqat bu o'yinda Arsenalni Derek nimasini yomon ko'raman. Bular bitta standartdan bitta ikkita gol uradi, keyin shu bilan bo'ldi. Ana shu o'zini maydon atrofida yuraveradi, himoyasini kuchaytirib kamdan kam o'yinlarda chiroyli futbol ko'rsatishadi. Lekin yutishadi. Endi Faqat standartlardan haqiqatda bu qolganlardan umuman muammo yo'q. Baxtiyor aka, yo'q. Chunki Manchester United ham hozir mana shu mavsum standartlardan yaxshi o'ynayapti. Standartlarda hozir adashmasam 3-o'rinda bo'lsa kerak. Standartlardan Amarim foyda paytda do'stim Amarim ketdi. Ya endi muxlislari xafa bo'lib qolmasin deyapman-da. Ya Chunki endi o'sha tan olish kerak deydi-yu. prosta mana shu bitta narsadan qo'rqaman, lekin o'yin borasida umuman qo'rqmayman, to'g'risi. Mana birinchi turda ham bularni yerga pashki burni ishqalatib tashladik. Bu o'yinda ham mana xudo xolasa ko'tarinki ruhda o'ynaydi degan umiddaman, ishonaman ham. Ha. Grantlarga qarshi Manchester United hamisha yaxshi o'ynab kelgan. Manchester United Arsenallar bilan, Citylar bilan juda ko'p bor to'qnash kelgan. Muammo bas. Endi Michael Carrickga baho berish bu o'rta miyonadan pastroq jamoalar bilan qana o'yin ko'rsatadi, o'shanlari qiziq. Lekin bu Arsenalda o'yinidan so'ng bizning o'yinchilarni yana ham ruhiyati oshib ketadi. O'sha challenge e'lon qildik-ku. Shunday. Muxlislar. Shunday. Yana eslatib yuboring muxlislarga. Challenge aytyapman-ku, Manchester United Ha. Arsenalni yirik hisobda yutsa, umuman yutsa, yirikroq hisobda yutsa, chempion bo'ladi. Durang o'ynasa yoki yutsa, kuchli uchtaligiga kiradi. Ba'ni endi muxlislar o'zi baho beradi. Men nima uchun buni eslatyapman? Chunki ayrim muxlislar YouTube'larda ko'radi kerakli narsani ozgina boshidan oladi-da, keyin o'rtada ko'radi, oxirida keyin
Oralarda nima gap ketayotgani haqida bilmay qolishadi. Shuning uchun eslatib qo'ymoqchiman. Akapani. Yaxshi. Endi Barcha yigitlar bunday avvalambor qisqa muddatda men o'ylaymanki shu 50 minutmi 45 minut ichida biz ikkita masalani qiyin masalani ko'rib chiqdik. Albatta Arsenalga qarshi o'yin bu navbatdagi test. Karik uchun Manchester United uchun test. United shunga tayyormi, yo'qmi? Ana o'sha 90 minut ko'rsatadi va hal qiladi. Avvalambor sizlarga podkastda ishtirok etganingiz uchun rahmat deyman. Birinchi ilk qadamni bosgan Jasurbekka ayniqsa rahmat Jasurbek. Kelganingiz uchun, ishtirok etganingiz uchun Rahmat taklif uchun sizga. rahmat. yo'q, Baxtiyor aka, Murodjon. to'xtatib. Ha, Men hozir uchalamiz, aha. hamma taxminiy shotda aytsin. Mayli, bosh ustiga. Sizdan boshlaylik bo'lmasa. Sizda. Ya, siz boshlang. Men ikkita taxminiy shot aytaman. Ya, unaqa bo'lmaydi-da. Bitta taxminiy shot bo'lishi mumkin. Bitta taxminiy shotmi? Aha. Xo'p. Menga hozir ko'proq dilimdan o'tayotgani Mhm. 4-2. Tak, Manchester United 4-2. Ha. Yaxshi, yozib oldik. Yigitlar, eslab olinglar 4-2. Manchester United 4 uradi. Yaxshi. Jasurbek, siz nima deb o'ylaysiz? Taxmin qilishni yomon ko'raman-ku. 1-2. Manchester United. Ha, 1-2mi? Ha, 1-2. 1-2. Chunki Londonda o'ynaymiz-da, o'shaning uchun shunday aytish kerak-da, to'g'ri. Menga farqi yo'q. Birinchi o'rinda men Manchesterda aytaman. Bo'ldi. Ha, Men bo'ldi. ozgina nima desa bo'ladi, realistik holatda aytaman. Durang bo'ladi, bilmayman, 1-1mi, 2-2mi, lekin golga boy o'yin bo'ladi. Ichizmalikidaqa qor ekan. Nega? Yo'q, endi men hamma narsani inobatga olaman-da. Biz Londonda o'ynaymiz, shundan deydim. Eng asosiy to'siqlik shu. Ana o'rislar aytadi-ku, "Doma steni помогает" deydi-ku. O'shaning uchun. Sudyani e'tiborga olishimiz kerak, sudya kimligini bilmaymiz. Shu bilan yigitlar, to'g'risi hammalaringizga rahmat, Murodjon qatnashganingiz uchun rahmat, Jasurbek sizlarga, muxlislarga, tomoshabinlarga undan ham katta rahmat deyman. Kommentariyalarda yozinglar. Ozgina kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz va keyingi efirda uchrashguncha xayr deymiz. Xayr. Hammaga xayr. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmat.